Xitoy şirketlerinin Rossiyaga sun'iy hamroh texnikasi sotganligi oshkorlandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Rossiya Ukraina urushi portlagandan buyon biz qanchadan qatim istiqlolda suhbat o'tkazdik. Bunga o'xshash Xitoyniki Ukrainadagi urushga Rossiyaga nurg'un jihatda Rossiyani ta'minlab kelayotganligi haqida qanchadan xabarlarda, dokumentlar e'lon qilingan vaqtda Xitoy numussizlarcha har doim inkor qilib kelayotgan masalalarning biri. Bu qatim intayin muhim bir organdan bu shaksiz Xitoyningki bu Rossiyaning kayinda ekanligi bu masalada buni e'lon qilgan bir dokument e'lon qilindi. Ne desek, Gollandiya harbiy istixborot va bexatarlik idorasi tarafidan e'lon qilingan dokument bu. Bu dokumentda Xitoy şirketlerinin Rossiyaga sun'iy hamroh texnikasi va sun'iy hamroh suratlarini sotganligini, mazkur shirkatlar g'arb ellarining jazosidan qochish uchun Rossiya olam qatnashi shirkatlari bilan bo'lgan hamkorligini yushurun davomlashtirayotganligini oshkorladi. Nəhayət təfsili dokument albatta biz hafta içinde bununki mühim xəbərdən bədi. Gollandiya Hərbi İstixbarat və Bexatarlik İdarəsinin bildirişçə, Rossiya uruş meydanından istixbarat uçuru toplaş iqtidarıga ega sun'iy hamroh jihatda qiyinchilikqa duch kelgan bo'lib, bu urush jarayonida xalqarалық jazolar sabablik uskunlarga erishishi texmi qiyinlashgan. Bulardan sirt oliy texnik xodimlarning kamchil bo'lishi masalani texmi murakkablashtirib o'tgan, ig'irlashtirib o'tgan bir masala. Natijada Rossiya bu xil hal qilish choralariga yuzlangan deb bu dokumentda tafsili tilga olingan. Gollandiya vaqt kezining 21 apreldagi xabarda bo'lsa, bexatarlik idorasining boshlig'i Peter Resnik Xitoydan Rossiyaga uchquchisiz aeroplan zapchastlarining avatilayotganligini kuzatganligini tilga olgan va Xitoyning Ukraina urushining davomlashishidan manfaatga erishadiganligini ta'kidlab, agar urush to'xtasa yoki oxirlashsa, diqqat nuqtasi Xitoyga buriladi degan o so'zida. Gollandiya Harbiy istixborot va bexatarlik idorasi bo'lsa, Xitoy shirkatlari bilan Rossiya hukumatining olam texnikasi sohasidagi aloqasini andishi qilarlik deb sifatlagan. Nihoyatda andish qilarlik. Hamda kelgusi bir necha yilda bu hamkorlikning texmi kengaydiganligini, Xitoyning navbatda saxta betaraf maydonda, ya'ni Xitoyning har doim yuqorida deganimdek, har doim men betaraf deb turibdi. Bu Amerika İsrail'de İran urushida shu hiligarlik, yani bütün tabiatiga loyiq ish qildi da Xitoy. Davomli betaraf maydonda turayotganligini, men betaraf deb. Aminatda bo'lsa, o'tgan bir yilda Rossiya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirganligini ta'kidlagan. Nihoyat uzun dokument tafsilot albatta.